hurmatli obunachilarimiz, bu degan modellarimiz ikki xil ranglardan ko'rdik. Salatoy sveti, kashmir svet deyiladi. Bunisi kombinatsiya qilib ishlangan. Rasmiylarga keladigan bo'lsa, bu old qanotli deyiladi. Eshik ochiladi. O'rtasi polga bo'ladi. Ikki o'chakka eshigiga tortmalari bor, ochiladi-da. Razmerlarga keladigan bo'lsa, mana anchagiylar kelgan qattiq yopsangiz ham tak ketmaydi. Uzoq odamlar anchagiylar kelmas bu. Razmerlar aka 240 ta, uzuni bo'yi 210 sm bo'ladi. Chuqurligiga keladigan bo'lsa, chuqurligi ichini o'zi 50 sm bo'ladi. O'rtalari polkali bo'ladi, ikki o'chakka vishibga bo'ladi. Tilmosiga kelsak, tilmosi buni qirdan buni 1,5 metrgacha uzayaveradi. Agar kichaytirib uzatmaman desalar, mana katta kichayaveradi. Hammasi vakuum qo'yilgan roliklari. Bular yonib o'chadi sezildi. Bo'yi keladigan bo'lsa, bo'yi 75 sm bo'ladi, balandligi. Spanlikka keladigan bo'lsa, spanligimizda uzunligi mashidan harakatiga 270 oladi pumbasidan. Qo'yaman degan bo'lsa. Agar pumbasini ajratib qo'yaman degan bo'lsa, 173 sm joy oladi. Uzunligi 225 sm joy oladi. Bacholari akajon 38 sm qilib ishlangan balandligi. Atrofdan ikki tomonlama aniqlik sondorlari bor. Qo'llarini laminat qilib qo'yganmiz. Bunga kerak bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Dastlabki mana Andijon, Farg'ona viloyatiga bor. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda kelishtirib beramiz. Navoiyga keladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab bunisini 7 million 800 ming so'm qilib beramiz. Bunisini 8,5 million so'm qilib beramiz. Chunki buni laminati jichcha pulga farqi bor. Shuni hisobiga 8,5 million so'm chiqib qoladi.